Yasin, artıştın qaytib kepla, altın satışqa chiqibsan-da. Al Japanda. Oy, Yasin Japanda qanday? Yaşaş özüm. Qancha vaqt turgan sizda? Shu doim siz mishayni ko'rgan bor ekan, mishayni izlab keldim sizni. Ha. Bunday qilishimiz. Imza oltin batdi, shularni sotay deb kelgan. Unda bo'lsa ishxon ko'ramiz. Ya bo'ldi. Oldin turib mishal paralashqamizmi? Tamam, mishal paralashli bo'ldi. Bo'ldi. Buda akaga oltinimiz. Vaqtim sal jiqaraq oltin kelgandim. 5 kilo akapsizda? Yo'q, undan sal jiqaraq. 10 kilo? Ha, undan da jiq. 20 kilo emasda? Yo'q, 50 kilo. 50 kilo. 50 kilo? 50 kilo. Bir turana. Ya bu suda içen. İçiyorsun. Aksaray nasıl? Yasin Japanda. Edepsizlik olsun mu bir sonra baksam. Bu altılar nerede ki? Eng yaxshi sormisangiz bo'larmiki? Endi so'rashdik maqsadim endi oldin ketim sizdan olgan oltinlarni saqchilar bir mo'j avar qildi emasmi? Ham buning ustiga biz bozorga chiqib bunda ko'p miqdordagi oltinlarni sotsa, cho'qim kelish manbasi aniq bo'lishi kerak. Shu ham desam, momamdan qolgan oltinlar bu. Momamdan qolgan. Oldin qismi momozni qolgan. Shu cho'nglardan qolgan oltinlarni hozir shu sef qashlayapman. Yasin, oltin sotadigan ishdan chataq chiqdimi, nima? Yasin Japanda buna gap. Oldin ketim sizdan olgan oltinlarni texe qo'lni chiqarib bo'lammidim? Buning ustiga bular miqdor beklish yuqori emasmi? Mening iqtisodim toza. Yetib bo'lmaydiganda qilib turdi. Shunga qarab turing, Yasin Japanda. Mana bu o'zimizning markasida ishlagan oltin soat. Bu sizga bo'lgan azob ko'ngli. Ko'ngli? Bu soat qarasammi, bir qimmat bog'liq soatda qilib turdi. Bo'ldi. Men sizni avar qilmay, bu soatni qabul qilmay bo'ldi. Rahmat sizga, ko'nglingiz bo'ldi. Ya unda emas. Oldin qitim biz savdo qilibmi, xil yomon emas, foyda ko'rdik emasmi? Uning ustiga bu qitimda bu oltiningizni ololmay qoldim. Shu bu savdotimni qabul qilmasangiz, keyin qitim siz bilan yuz ko'rishmaymiz. Qani, aqlim. Ma'qul. Mayli, siz oltinlarni olmasangizmi bo'pti. Lekin men qo'limdagi oltinlarni men chiqaratmasam, qat'iy bo'lmaydi. Men sal lazım qolgan emasmi? Agar siz olmasangiz, da bir yo'l ko'rsatasiz, qanday qilsam bu oltinlarni bir qo'ldan chiqaraman. Bo'ldi. Meni 6 to'nishlarim xil bor. Men bir shularni Alloh qilishib, siz xabar qilib. Ma'qul. Lekin buda qishda Siz xafa bo'lmaysiz. Yo'q, xafa bo'lish yo'q. Biz buni aytib undan imkonlashgan emasmi? Amsa men sizningki xabaringizni kutay. Bu qitirmish oltinlarni men tezroq qo'ldan chiqarmasam qat'iy bo'lmaydi. Bo'ldi. Xotirjam bo'ling. Siz yana orqadan bo'ldi. Yasin, biraqlam 50 kilo oltin sal jiq bo'lib ketdimi qanda? Har qandaq sodigar buncha jiq oltinni ko'rsa, chuqib o'ylashidi. Onun ustiga momamdan qolgan degan gaping faqat chaqpasmidi. Hey, hamda oltinlaringni kim sotasa? Filmimizning tajdori Oqsaroy buloq suyi. Yasin, oltinni sotamay, boshlaring tushib ketdi-ku. Yozing. Kallama. Biz sal avarchilik yo'liqdik. O nimish bo'ldi yozing? Bunday ish. Bugun men Olimzaga ayniga oltin sotqili borgandim. Lekin Olimzaga menda pul yo'q deydi, men bilan so'zlashmadi. Men bilaman Olimzaga hargiz pul kamlik qilmaydi. Qaraganda u shu bizningki oltinlardan sal ansirab qolgan o'xshaydi. Bundaqda chataq chiqibdi-ku. Bizning Oqsaroy suv zavodini sotib olganimiz suvchilashdimi? Aytgan men mezon telefon qilib, to'xtamni tezroq tuzaysak degandi. Qanaqa qilsak bo'ladi? Shu hozir mening mushu ishga beshim ketyapti. Bu Oqsaroyning suvi bizningki muhim planlarimizdan birisi. Buni qo'ldan bermasak bo'lmaydi. Shu hozir buning pulni qanday qilsam bo'ladi deb beshim baklam qatdi.
Hey, bu hakikaten bek çataqşı yoktu bu. Yozma so'rab baksam, bu qatim qancha kilo oltin sotmoqchidingiz? Chiqma emas. Shu 50 kilo setib qo'yay deb o'ylagandim. Ha? 50 kilo? Ha, shunkin-da nemishqa olimzaga u oltinlarni olmaydiki debdimi? 50 kilo bek ko'p gap bu. Bu Urumchida xili man degan zagalarmi oldirab aplanmaydi u. 50 kilo oltin rost shunchalar chiqma? 50 kilo oltin degan 40 million degan gap yasin. Albatta shundoq bo'ldi-da. Yazon, so'rab baksam bu 50 kilo oltin nereden kelgan oltin? Momamdan qolgan oltinlardi. Biz burun bir cho'ng jamatganmizdiq. Ondan keyin momamdan keyin momamdan momasini ashna yig'ilib qolgan oltinlar ekandiq. Momamdan qolgan? Yazon, gapni poskalasiga kelsak, bu 50 kilo oltinmi Urumchining oltin bozoriga kirsa, hali bozorni qo'lga keltirdi. Bu oltinni setib olmoqchi bo'lgan odammi bu oltinning kelish manbasini hali obdan tekshirib boqdi. Shu meningcha sizning bu oltinlarni momamdan qoldi deganingiz bularning qo'lqiga toza xo'shaqmasmiki? Amsa buvamdan qolgan desamchi? Asta, Yasin. Ba'zida mushta gaplaringni anglab, chaqchaq qilayotgan yoki rost gap qilayotganingni faqat bilgili olmaydi ekan. Undaqilli yazong. Mening hamda Urum shahar ichida qilib tunish zagach do'stlarim bor. Shulardan bir so'rab boqay. Men ancha qamlashmaydigandek turdi. Chunki hozir butkul Urumchi, hatto butkul Shinjongdagi oltinchi zagachilar bizning oltin setayotganligimizni bilib qopti. Bular hammasi ansiraydi ekan bizdan oltin olishdan hozir. Endi qanday qilsak bular? Shu qanday qilsak bular endi? Sening qo'lingda ko'p miqdorda oltin borligi Urumchiga emas, butun Shinjongga pur ketibdi. Endi manda momamdan qolgan, buvamdan qolgan degandek yolg'on gaplaringga kichik bolam ishonmaydi. Obdaroq bir amal o'ylashasa. Zot qanday qilsak bular Yazon? Manda bo'lsin. Advokat, siz u avaldan 15 ni tepang. Sherin sizmi qizaldan 10 tepang. Bular cho'qim ishonchlik, biz xotirjam ishlarni topshira oladigan odamlar bo'lish kerak. Biz ondan 50 kilo oltinni bular bo'lib, har birisiga 2 kilodan, yana kelib kepak oltin, zig'cha oltin, ondan kesak oltin qilib bular bo'lib berdi. Ondan keyin bular ishkiri o'lkalardagi cho'ng-cho'ng shaharlarga borib, bu oltinlarni qo'ldan chiqarsin. Ondan keyin biz pullarni yig'ib oldik. Qanday aşamasınmı? Yaxshi amal bo'ldi Yazon. Undaqda biz hozirdan boshlab adam izlaylik. Ma'qul. Amsa sizlar japa chekadigan bo'ldinglar. Amsa biz mandiq yozib. Ma'qul. Tezroq bo'lsin amsa. Ma'qul. Voy, amaling xel bo'p qolamdi nima? Deymizmi, ichkirdek shaharlarga bu 50 kilo oltinni chechib satsang, hech kim bilmaydi. Lekin tapqan odamlaring pek ishonchli bo'lmasa bo'lmaydi-da, Yasin. Filmimizning tajdori Oqsaroy buloq suyi. Yasin, kunda o'zing yolg'iz nashti qilg'icha, mush katbim xel chiroyli qiz bola bo'lgandikan, mush qiz bilan to'y qilib olsangmi bo'ladi asli. Nashti qilyapsiz? Siz nash qildingizmi, qilmabsizmi bizga? Men qilib bo'ldim. Men talabaga imzomdan keyin bek yozib turibman, sizga bek kelishga olib ketibsiz. Shu siz bo'g'ashim shunda bag'on sira men kelishganda hisobotlarga o'tibman. Haraz, men sizni bir ish bilan izlab keldim. Ozroq masala chiqdi. Nima ish bo'ldi? Shu Abay Rifat advokat bilan telefon qilib ekan-ku. Sizni tushdan keyin Osmonbay izlab kelganday qildi. Osmonbay? Kim Osmonbay degan? Osmonbay endi Shinjongdagi oldin qator turgan bir baydan beri. U kan tijarati, endi paxt tijarati bilan, endi uningdan sirt yana ushaq tijoratlar bilan shug'ullandi. Hamdi Osmonbay biroz qaram, boshqalarni ulan tishiga osonlik tegamaydi. Bir ish qiz faqat maqsadiga yetish uchun vosita olmaylan qilgan.
bir adam. Bu Osmanbay diye adam demiş qilib kelibinizda? Yazım. Kamal dal Osmanbayning yolg'iz o'g'li. Manda da. Kelerapti Kamolga sud echilmoqchi. U odam qaslab maqsadiga yetolmaslik jinoyati bilan oz deganda 10 yilda 15 yilgacha kesildi. Bu ishni men bilan munosabatda. Men nimkarim o'shlar. Biroq Osmanbayning yolg'iz o'g'li siz sababli turmaga kirmoqchi. Sizni Osmanbay buni bo'ldi qildimi? Menimcha men sizga bilet olib beray. Siz ishga kirib o'zingizni sal daldiga tursangiz bo'lamki. Mening qo'rqishim bor. Xatolik menda bo'lsa-ya. Qiliqni amini o'zi qildi-ku. Shuning uchun jazosini tortish kerak-ku. Lekin Yazım. Bo'ldi. O'shalar sizning qaroringiz bo'lsin. Vaqt kelgan chaqda men o'zim bir tap qilaman. Kelsin. Savallikka menda bo'lsa, yana kelib uni o'g'lini men so'qimdim, o'g'li kelib meni so'qdi. Xatolik bo'lsa ashnanda. Biz degan va doliyot bo'lsa nimda qo'rqishimiz bor, shunami? Mataq turimlardan, ham uylardan yana. Men siz chay qo'yib beray. Ha bo'ldi, men Aqsaraydan suychi. Yasin, Osmanbay degan odam sal qaram odamdek qiladi. Sal ehtiyot qilsang bo'lamdiki. Katibingmi to'g'ri dedi. Bu ishlar tugigicha sayohat qilib kel bo'lmasa. Yazım. Nima bo'ldi sizga? Ishma, tushda nima yesak ular deb shuni o'yladim. Azram bo'ldi, hech yo'q. Ya? Yasin, qaraganda bu Osmanbaydan senmi ansirab qolganda qilsa, ha? Yazım. Kelmazmi? Sakit kelsiz. Muzning ichiga sana zo'r qo'yib beray. Muzdek yurak bor. Rahmat. Gap kelsak Yazım. Balkim xabarlarni Shernaydan oldingiz. Osmanbay sizni uyga chaqiryapti. Nemish qilib kelman uni uyga berib, gapi bo'lsa, mushak izlab kelsin, bormayman men. Siz Osmanbayni toza tushunmaysiz. Haqni izlaydigan ish bo'lsa-mu, haq uning oldiga bordi. Agar biz uning oldiga bormasak, bu ishlar sal murakablashib qolamki. Sizningcha men borsam qat'iy bo'lmasmi? Eng yaxshisi bir borlik. Ma'qul. Amsa men kiyimlarim bir yangi ushlab, anniki o'tay. Men tam borayman. Bo'ldi, o'zim yozmasam bo'ldi. Asrash yo'q. Adamni yemaydi. Bo'pti, berib gapini anglab baqmamsa. Filmimizning tajdori Aqsaray Bulaq suyi. Yasin, Osmanbay bilan kurashgil kapsanda. Yolg'iz kelmay, Rifat advokatni evagan bo'lsang, qonuniy jihatdan u deyish berat emasmi? Nima? Yasinga men shu meni izlab kelsizlar. Nasıl desenma? Men shu. Osmanbayning yolg'iz o'g'li turmada. Kayfiyati chuqum yaxshi emas. Şu danqan puti gaplarni qilib, Osmanbayning achchig'ini keltirmay, chiroyli tuz gap qilib yenib chiqarsa. Ehtiyot qilg'dak yerda chuqum ehtiyot qilish kerak. Chunki o'g'lining qo'lidan kelgan bala dadisininkidan kammaydi, degil bo'lmaydi. Bayaka, Yasin keldi. Yasin degan senmi? Men shu. Abdurahmon, choy qo'y. Bo'ldi, havo issiq, choy ichmay. Aqsarayning suyini ichsam bo'ldi. Anlasam seni altın set bek beklettiydi o. Yaqay. Momamni qolgan biza oltinlar vatdi, ishdan satqan. Qanchalik altın var? Tugidi, oltinlarni setib oldim.
Sen benim oğlum Kemal Tonumsa. Tanıyman. Ben çıktım görüşken. Oğlum Kemal'ını sen sakçı tutup barsa. Ya ben tutup dedim. Oğlunuz özü kanun xilap iş qildi. Oğlunuz adam yallab meni qaslab, mashina soqtirib shu doktorxonada yotqizib bir mo chapal yotqizatdi. Shunga soqsa iliqlab, shunga tutib ketdi shu. Men bilan nasib yo'qishdan. Boy. Benim bir oğlum var Kemal'da. Ben onun turmat etip kalışını kette kalamayım. Tamam. İşte oğlunuz derdi. Natijasiga bag'ishlayman. Oğlunuz qonunda xatolik o'tkazgan bo'lsa, qonun shundan bir tap qildi. Boshqa savol sana mangay. Yasin, degan gaping'u to'g'ri. Lekin bu gapni chiroyli aytmi degan bo'ladi-ku. Abdurrahman. Ma bala sen güdek balıkıncı mı? Şöyle bayıda. It oldirganda tamdan sakraydi deb bu odamdan nima xapliqlarni ko'rasa endi. Ey filmimizning tajdori Oqsaroy buloq suyi. Yasin, o'ng so'l qo'l vaziring keldi. Bugun nima yangilik bordi? Sening mush turmushing bag'asir odamni qiziqtiryapti jimo. Yazım, işler nait olmuşluk buldu. Aşağıma. Vay, çapa çektim Aksaray'da seni işinler. Rahmet, rahmet. Sizmişe. Rahmat. Siz bana kandırıyorlar. Mındak yazım. Bak, Şanghay, Hangzhou, ana kima Jiangsu'ga evetken 15 kişi var o. Her bir adamga 2 kilo altı uğurlaştırgan. Ulan işleri olmuşluk bulup cami bu altıla 24 milyon setildi. Mening shu men Guangdong bilan Haykong o'tgan 10 jurnalisti 20 kilo yaqin oltin sotibdi. Jami 16 milliondan oshirdi deyman, 16 milliondan oshirdi. Ha, mundada. Amsa jami 40 milyon yaqin pul olibdi-da. Sherim munda olsun. Siz hisobotdagi pulni mush 40 million pulga qatib, otish qo'yib, mush Oqsaroyninki to'xtamini imzolating. Qanday? Ma'qul, ma'qul. Men hazır bejarida. Ma'qul bo'ldi. Yo'lda diqqat qilamansiz. Chapa chekdimiz. Sen chapa chekdinglar. Yakay. Yazım, bu qitimqa altın satqanlarga barliq xarajatlarni chiqarayotgandan keyin 10 ming yuandan bersak qanday bo'lar? 10 ming koy sal ozlik qilamiki? Manda bo'lsin, siz har birisiga 50 mingdan bering. Ondan shularga maxfiyatlikni saqlaydiganga bir kabolatnomaga imzo qo'yg'izinglar. Ma'qul. Men o'rlashtiray. Anlar ras, yine bizde satılgan imza oltin batdı. Nima? Yana oltin batdi? Ha? Chaqchaqmang ha? Yo'q, men charchaqmadim sizga. Astaydin. Yazong. Sizning yana menga demagan qanchalik bu mol-mulkingiz bor? Ne deyish rastkasam sen afsus. Aş oltinlarni bir setib qo'ldan chiqarib deyli. Sizning yana bir yerda yoshirin oltin konlaringiz bormi nima? Oltin kan? Menimcha pat arda bir oltin kunim buldiganda qilib turdi. Bo'ladigan qilib turdi? Ha. Voy, qo'yinglar charchaqmay. Hamma chaqchaqimda. Sizga yangi vazifani topshiray. Kichikroq bir oltin kandimni tepam. Oltin kon nima ish qilmas? Setib olamiz? Setib olmas? Ha? Bu ish ketdi. Chaqchaqimda rostda otma. Setib olamiz. Yazong. Bu oltin kon degan xuddan foyda qiladigan narsa. Kim o'zining shu foyda ekayotgan konlarini setib chiqirdi? Ay, siz bilmaydigansiz, bu oltin kan degancha hamiz foyda elilvermaydi. Az ziyon tortilganlarim bor. Biz shu shunga o'xshash ziyon tortadigan kichikroq tipdagi oltin kandan men tepib, shuni setib olaydi. Xo'p. Tig'i foyda qiladigan emas, ziyon qiladigan konni setib olamiz. Bu o'zimizni o'tqish deganlik bilan nima farqi? Men ishni men topshirgandek bo'lsin. Shu ishni siz bajaring. Ma'qul, men bajaray. Chapa chekdingiz. Yasin, desam, demisam, kichikroq oltin kandan birini setib elib, xislatlik kasangdan chiqqan oltinlarni mushu oltin kandan chiqqan deb xotirjam oltin savdosi qilishni planlayapsa, bo'pti. Bunimi qilib baq.
xislatli kasang bo'lgandikan, san pul kam emasda. Filmimizning tajdori Oqsaroy bulaq suyi.